Xudo xolasa mana chiroyli qilib kraska qilib qo'yapmiz. Mana kraskalangan holatlari. Bu yerda o'choqsiz varianti bo'ladi. Mana eshigini ochilishlari ichigacha. Ko'rasizlar. Kulni almashtirish juda oson. 2 kilo, 3 kilo ko'mir bilan ertamangacha xudo xolasa ertamangacha uylar issiq turaveradi. 12 ta viloyat bo'yicha zakazlar qabul qilamiz. Telefon nomerlaridan telefon qilib aloqa chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa mana ishlarimiz qizg'in bormoqda. Yangi biznes boshladik. Pechka, Andijon pechka biznesi. Bu yerda mana kraska bo'lmagan holati. Ko'mir solganingizda ham uy so'radi, ham ovqat tayyor bo'laveradi. Bu yerda gazi bor yurtdoshlarimizga mana gazni uстановка qilib qo'yasiz, ozgina gazga isiydi. Bu o'choqli varianti, bu o'choqsiz varianti. Ko'p bo'lganlari mana zakazlarga tayyor, egalariga xudo xolasa o'tamiz.